Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Siz bilan yana Mehriddin xabarlari podkasti va men advokat va mediator Mehriddin Boltaboyev. Bugun biz bilan huquq fakulteti talabasi yordamchim Mohinaboni ham birga. Assalomu alaykum Mehriddin aka. Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Bugun juda qiziq va muhim bir hujjatni muhokama qilsak kerak, a? To'ppa-to'g'ri Mohinaboni. Bugun biz O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 19-sentyabrdagi yengil sanoat sohasida yuqori qo'shilgan qiymatli mahsulotlar ishlab chiqarish va eksport hajmini oshirish uchun qo'shimcha shart-sharoit yaratish to'g'risidagi PF 174-sonli farmonini tahlil qilamiz. Bu hujjat nomidan ham ko'rinib turganidek, O'zbekiston iqtisodiyoti uchun muhim bo'lgan sohani yangi bosqichga olib chiqishga qaratilgan. Juda zo'r. Mehriddin aka, keling oddiyroq tilda tushuntirib bersangiz. Bu farmonning asosiy maqsadi nima? Tadbirkorlar va umuman iqtisodiyot uchun nimalar o'zgaradi? Albatta. Oddiy qilib aytganda davlat endi paxta yoki terini shunchaki xomashyo sifatida sotishdan voz kechib, ulardan tayyor kiyim-kechak, poyabzal, gilam va ipak matolar ishlab chiqarib, Made in Uzbekistan yorlig'i bilan dunyo bozorlariga olib chiqishni kuchaytirmoqchi. Buning uchun esa tadbirkorlarga har tomonlama yordam beradigan yangi tizim yaratilmoqda. Yangi tizim dedingiz. Bu qanday tizim ekan? Qandaydir yangi tashkilot tuziladimi? Aynan shunday. Farmonga ko'ra, Vazirlar Mahkamasi huzurida yengil sanoatni rivojlantirish agentligi tashkil etiladi. Bu agentlik to'qimachilik, charm poyabzal, ipakchilik va gilamchilik sohalarida davlat siyosatini yurituvchi asosiy organ bo'ladi. Uning vazifasi korxonalarga xalqaro brendlarni jalb qilishdan tortib, mahsulotlarni eksport qilishgacha bo'lgan barcha jarayonlarda ko'maklashish. Demak, tadbirkori muammosi bo'lsa, shu agentlikka murojaat qilish mumkin bo'ladi, shundaymi? Va bu agentlik korxonalarga moliyaviy yordam ham beradimi? To'g'ri tushundingiz. Moliyaviy yordam uchun maxsus yengil sanoatni qo'llab-quvvatlash jamg'armasi ham tashkil etilmoqda. Bu jamg'arma hisobidan korxonalarga bir qator imtiyozlar beriladi. Masalan, xalqaro brendlarni olib kelish, xalqaro standartlarni joriy etish xarajatlarini qoplash uchun grantlar, chet elda savdo uylarini ochish, reklama kampaniyalarini o'tkazish xarajatlarining bir qismini qoplab berish, xalqaro ko'rgazmalarda ishtirok etish, xorijiy mutaxassislarni jalb qilishga moliyaviy yordam ko'rsatish Imkoniyatlar ayniqsa chekka hududlardagi tadbirkorlar uchun juda muhim bo'lsa kerak. Farmonda hududlardagi korxonalar uchun alohida yengilliklar bormi? Albatta bor. Farmonda uzoq, ya'ni 3, 4 va 5 toifadagi tumanlarda ishlab chiqarish filialini ochgan tadbirkorlarga alohida e'tibor qaratilgan. Agar ular kamida 200 ta ish o'rni yaratsa va o'rtacha oylikni 2,5 million so'mdan kam qilmasa, jamg'armadan 5 yilga 10 milliard so'mgacha Markaziy bank asosiy stavkasida kredit olishlari mumkin bo'ladi. Bu juda katta imtiyoz. Haqiqatdan ham katta yordam. Bu loyihalarni moliyalashtirish uchun mablag'lar qayerdan olinadi? Bu ham farmonda aniq belgilangan. Tiklanish va taraqqiyot tarmog'i yangi jamg'armaga 200 million AQSh dollari ajratadi. Bundan tashqari, davlat byudjetidan ham milliardlab so'm mablag'lar yo'naltiriladi. Bu o'z navbatida loyihalarning qog'ozda qolib ketmasligini, albatta amalda oshishini garantiyalaydi. Tushunarli. Demak, xulosa qilsak, bu farmon yengil sanoatni xomashyo yetishtirishdan tayyor mahsulot eksportiga o'tishni ta'minlaydigan, tadbirkorlarni ham moliyaviy, ham tashkiliy qo'llab-quvvatlaydigan kompleks hujjat ekanda. Mutlaqo to'g'ri, Mohinabonin. Bu O'zbekiston yengil sanoati uchun yangi davrni boshlab berishi kutilayotgan juda muhim qadam. Umid qilarmizki, yaqin yillarda jahon bozorlarida O'zbekistonda ishlab chiqarilgan sifatli kiyim-kechaklar, poyabzallar va boshqa mahsulotlar o'z o'rnini topadi. Mazmunli suhbat uchun rahmat Mehriddin aka. O'ylaymanki, tinglovchilarimiz uchun ham foydali bo'ldi. Sizga ham rahmat. Hurmatli tinglovchilar, shuning bilan bugungi suhbatimiz o'z nihoyasiga yetdi. Eslatib o'tamiz, bu podkast sun'iy intellekt yordamida advokat, mediator Mehriddin Boltaboyev Salohiddin o'g'li tomonidan tayyorlandi. Agar sizga professional advokat yoki mediator xizmatlari kerak bo'lsa, haq evaziga +99 909 40 18 92 raqamiga murojaat qilishingiz mumkin. Xayr, salomat bo'ling.